To'g'risini aytsam, IELTS men uchun bir paytlar orzu edi. Sababi ota-onam yaratib qo'ygan shuncha sharoitni, ular sarflagan pulni, ularni ishonchini oqlolmaslikdan juda ham qo'rqardim. Lekin Everest menga shu qo'rquvni yengishda yordam berdi. Shu sababli birinchi urinishda 7 olishga muvaffaq bo'ldim. Bunda nafaqat o'zimning ustozim, balki Everest jamoasining har bitta a'zosi qattiq jon kuydirib mehnat qilishdi. Ayniqsa oxirgi oyda har kuni dars qo'yilgani sababli uyga faqatgina uxlash uchun borardim. Hattoki onam hazil qilib, "Sen uyimizda ijarachi bo'lib qolding" derdilar. Inson to'g'ri yo'lni topa bilsa va bunda mehnat qilsa, albatta maqsadiga erishar ekan. Buni menga Everest isbotladi.